Mo'min kishi yolg'onchi bo'ladimi deb so'raganlarida Rasululloh yo'q deb javob berganlar. Demak, hazilimizda ham yolg'on ishlatmaylik birodarlar. Hazilimizda ham. Kaburat xiyanatan an tuhaddisa akhaka hadisan huwa laka bihi musaddiqun va anta lahu kadibun. Bu hadis Abu Dovuddan keltirilgan. Eng katta xiyonat birodaring sening so'zingga ishonib turgan vaqtida unga yolg'on gapirishing. Seni rost gapiryapti deb ishonib turibdi. Sen bo'lsa bilib turib ishonayotganligini senga yolg'on gapiryapsan. Eng katta xiyonat shu bo'ladi. Al-mu'minu yutba'u ala kulli xulq illa al-kizb wal hayana. Bu hadisdan eshitaylik-da. Mo'min kishi har qanday xulq bilan xulqlanishi mumkin, ammo yolg'on va xiyonat bilan xulqlanmaydi. Qarang, tabiatida har qanaqa bir fe'l, har qanday bir narsa bo'lishi mumkin, sifat. Faqat yolg'on bilan xiyonat bo'lmaydi musulmonda birodarlar. Musulmon kishi ko'p xatoga yo'l qo'yishi mumkin. Fe'l atvori tor bo'lishi mumkin yoki keng bo'lishi mumkin. Saxovatli bo'lishi mumkin, baxil bo'lishi mumkin. Musulmon bu. Yuzi ochiq bo'lishi mumkin, qovoq uygan bo'lishi mumkin. Musulmon bu. Ammo xiyonatkor va yolg'onchi bo'lmaydi musulmon. Ayakunu mu'minu kazzaban. Mo'min kishi yolg'onchi bo'ladimi deb so'raganlarida Rasululloh yo'q deb javob berganlar. Demak, hazilimizda ham yolg'on ishlatmaylik birodarlar. Hazilimizda ham.